Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan og'izda eriydigan, ko'rganda ishtaha ochadigan, qavatlari ko'p chiqadigan sochni Napoleon tayyorlaymiz. Buning uchun birinchi navbatda xamirini tayyorlab olamiz. Bizaga 1 kilo un kerak bo'ladi. Unimizni albatta eldan o'tkazib solamiz. Shirinliklarimizga unimizni elab solsak, har safar shirinliklarimiz o'xshab chiqadi. Eldan o'tkazish shart. Unimizni eldan o'tkazib olamiz. Napoleon shirinligini ko'pchilik hozirda yaxshi ko'rib iste'mol qiladi. Shuning uchun ham Napoleon shirinligini oila a'zolaringizga tez-tez tayyorlab berishingizni tavsiya qilaman. Rovna 1 kilo un olamiz. Menda unim 10 grammga sal oshib ketdi, lekin hech narsa qilmaydi. Unimizni elab bo'lganimizdan keyin unimizni ustiga margarinlarimizni solamiz. 600 gram margarin ishlatiladi. Videoda yana bitta margarin ochganim ko'rinmay qolibdi. Bu yerda 3 ta margarin ishlatganman. 600 gram margarin. Ko'pchilik Napoleon uchun qanaqa margarin ishlatgan yaxshi deyshadi. Men oddiy masilka margarinini ishlatganman. Siz o'zingizni xohishingizga qarab yoki masilka yoki bo'lmasa Milton margarinlarini ishlatsanglar bo'ladi. 72 yoki 80% margarinni ishlatsanglar Napoleoninglar yanada o'xshab chiqadi. Margarinlarimizni qirg'ichdan chiqarib bo'lganimizdan keyin yengil holatda margarinimiz bilan unimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Un bilan margarinimizni yaxshilab uqalab olamiz. Un bilan margarinimizni bir xil massa bo'lgandan keyin boshqa bir idishimizga ichiga soladigan massamizni ham tayyorlab olamiz. Buning uchun bizaga 250 ml muzdek suv kerak bo'ladi. Suvimizni ustiga 2 ta tuxumimizni ham chaqib olamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Ustiga bir chimdim tuz ham solamiz. Ozroq tuz solsangiz yetadi. Va ustiga yarim choy qoshiq uksus solamiz 10%. Meni qo'limdagi qoshiq osh qoshiq bo'lganligi uchun uni yarimiga uksus to'ldirib soldim va massamizni yaxshilab aralashtirib unimizni ustiga solamiz. Va xamir qilishni boshlaymiz. Shu masalliqlarimizdan boshqa masalliq qo'shilmaydi, un ham, suv ham qo'shilmaydi. Shuni o'zidan xamir hosil bo'ladi. Agar sizlarda xamiringlar o'xshamay qolib, ozgincha suv yetmayotgan bo'lsa, yana ustiga ozgincha muzdek suv sovarsanglar bo'ladi. Lekin un qo'shilmaydi. Xamirimiz shu videoda ko'rsatilgandagi ko'rinishda bo'ladi. Ustidagi oqlari margarinlari bo'ladi, ya'ni muzdek suv hisobiga margarinlarimiz shunaqa dumaloq bo'lib qoladi. Xamirimizni selofan paketga o'rab, bir kechaga muzlatgichga olib qo'yamiz. Bir kechadan keyin xamirimizni olib, 10 ta zuvalaga bo'lamiz. Xamirimiz shunaqa sal qattiqroq ko'rinishda bo'ladi. Xamirimizni 10 zuvalaga bo'lib olamiz. Xohlasanglar tarozda o'lchab qilsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar menga o'xshab naglas bo'lsanglar ham bo'ladi. Xamirlarimizni 10 zuvalaga bo'lib olganimizdan keyin xona haroratida 10 minut qoldiramiz. Shunda xamirlarimiz sal bo'lsa ham yumshab oladi. Bu orada gaz pechimizni ham yoqib olamiz. 180-200 gradusga gaz pechimizni yoqib qizdirib qo'yamiz.
O'zinglarni gaz pechiliga qarab yoki 180 gradusda yoki 200 gradusda gazinglarni yoqib olasizlar. Men gaz pechimni 200 gradusda yoqib, har birini 10-15 minutdan pishirib olaman. 10 minut tindirilgan xamirlarimizni bitta-bitta zuvaladan olib, unlab listimizni orqa qismiga moslab yoyib olamiz. Napoleon ko'rishlarini listni orqa qismida pishirsa, pishib chiqqan ko'rishlarimizni olib olishimiz oson bo'ladi. Mana videoda ko'rsatilgandek qilib listimizga joylab, chetidagi ortiqcha xamirlarini kesib olib tashlaymiz. Xamirlarimizni ustiga vilka sanchib chiqamiz, xamirimiz ishib ketmasligi uchun. Va gaz pechimizga 15 minutga usti qizarib chiqquncha pishirib olamiz. Qolgan ko'rishlarimizni ham xuddi shunaqa qilib, list kattaligida qilib yoyib chiqamiz. Agar sizlarda ikkita bir xil listinglar bo'lsa, ikkinchi listga ham yoyib, ketma-ketlikda pishirib olsanglar bo'ladi. Ko'rishlarimiz usti shunaqa qizarib, sarg'ayib pishgandan keyin har bitta ko'rishlarimizni alohida sovutib olamiz. Ko'rishlarimiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. 10 ta ko'rish pishirib olganimizdan keyin bitta ko'rishimizni alohida boshqa bitta idishga olib qo'yamiz, uni ustiga sepish uchun. Boshqa bir idishimizga kremini tayyorlab olamiz. 200 gram xona haroratida turgan sayrog'imizni yaxshilab mikserlab olamiz, oppoqmasa bo'lgunicha. Saryog'imizni ustiga 1000 gram sug'ishonniy molokoni qo'shib olamiz. Agar sizlar kremi ko'p bo'lishini xohlasanglar, yana 200 gram qo'shsanglar bo'ladi. Sug'ishonniy molokomizni ham qo'shib olib, yana yaxshilab mikserlab olamiz, bir xil massa hosil bo'lgunicha. Tayyor bo'lgan kremimizni har bitta ko'rishimizni ustiga bir cho'michdan solib, kremlab chiqamiz. Hamma chetlariga bir xil qilib kremlardan surib chiqsanglar, o'shanda Napoleonimiz quruq bo'lib qolmaydi. Birinchi ko'rishimizni kremlab olganimizdan keyin ikkinchi ko'rishimizni orqa tomonini qilamiz. O'shanda kremlashimiz yanada osonroq bo'ladi. Qolgan ko'rishlarimizni ham shu tariqa ketma-ketlikda qo'yib kremlab olamiz. Boya olib qo'ygan отдельно bitta ko'rishimizni chopperda yaxshilab urvoq bo'lguncha maydalab olamiz. Chopper yo'li o'qlovda yoki qo'lda qilsanglar ham bo'ladi. Maydalangan ko'rishimizni oxirida ustiga sepib olamiz, hamma chetlariga teg'izib chiroyli qilib. Napoleonimiz juda ham baland bo'lib ketganligi uchun ustini list bilan ozroq ezib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek. Sochni kremlari oqib turadigan Napoleonlarimiz tayyor. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmanglar. Yoqimli ishtaha.